shara bo'lib tashlab o'tdilarmi? Ashim bilan urishing deyapti. Nabering aka salib ekan. Yo'q, Bobur aka zar. Amma assalomu alaykum yana bir bor. Akalar, ukalar. Men ham o'zim fikrim aytay, endi Nuriy Jo'ram. Biz birga bitta uyda yashab, birga yuramiz. Hammangiz ko'rasizlar o'zi ko'p boyetslar bor-da O'zbekistonda, har xil boyetslar bor. Boksdan ham, MMA'dan ham O'zbekistonda ko'p boyetslar bor. Endi men boyetslarni hammasini sportsmenlarni hurmat qilaman, faqat hurmat qilib kelganman, o'zim sportsmenman. Prosta bizni mana nima desam mana MMA'da o'zbek bilan o'zbek urush qilishini yoki mana MMA UFC'da imенно UFC'da katta biz butun dunyodan boyetslar bor-da, butun dunyodan. Uni bir 40%, bir 30% musulmondir, bir 70% musulmon emaslar-da, to'g'risi. Musulmon boshqa dinda, boshqa davlatda. O'shana aka hali Nuri endi keldi, hali bir 4 ta bo'y qildi, 4 ta bo'y yutdi, 84 ta. 4 ta bo'y qildi, 4 ta bo'y yutdi. O'shani aytmoqchiman, sraz 4 ta bo'y yutib, bizni o'zbek bilan yoki bizni dindoshlarimiz bilan urush qilgancha bir begonalar sal uraylik. Shu bir-birimizni kuchlikda bir-birimizni go'shtingni yesak yo'qadimi? To'g'risi, bunday olib qarasada, grup qilib aytganda. Men aytibmanki, hali uda Nuriga ham aytib turaman, o'zi ham biladi buni. O'zi ham biladi, aka, hali UFC'ning 60% boshqa dinda, boshqa millatda o'shalar bilan bir urush qilib kuch sinashaylik. Shuncha payt yoshlikdan beri o'z kuchida yeyishib, sinashib ko'rganmiz. Poyezdda yoki o'sha iloj boricha urush qilmaylik. Agar poyezdda kelganda, mashqa joylarga kelganda hay urush qilsak yaxshi bo'ladi. Buni o'zi ham shunaqa fikrda-da, lekin yana hamma shunaqa savollar beradiki, bu sizlarning fikrlaringiz to'g'ri, lekin buni o'zining ham fikri bor, o'zining fikri shunaqa demoqchiman. Sizlar ham tushundingiz deb o'ylayman. Tak sizlarga baribir rahmat, Abdushid duo qilasizlar, balet qilasizlar. To'g'rimi aka? To'g'ri. Sizlarga rahmat, Abdushid, lekin bu shunaqa deydi-da, faqat bu ham. O'shani meni ham fikrim shunday. UFC'da 60% begona. Musulmon emas, o'zbek emas, endi biz qirg'iz, qozoq emas demoqchiman. Bu bizlar yaqin odamlar emas, uzoq odamlar. O'shalar bilan urush qilaylik, o'shalar bilan yutib ketaveraylik, keyin yo'q xudodan. O'rga bo'ladi. Xudo xolasa. Короче, shunaqa gaplar-da. Davay, zalga keling. Aka, yangi bo'y qachon? Xudo xolasa. To'g'ri mushuk, zo'r gap bo'ldi. Fakt. To'ppa to'g'ri, zo'r. Bobur aka krasavchik. Xudo xolasa. Rебята, короче, shunaqa gap. Xizmat bo'lsa aloqadamiz. Joninglar sog' bo'lsin. Vaqtimizga sog' bo'linglar.